Sertifikatga bunga o'xshagan savol har doim tashlayapti. Har doim bor. AP'ni solmoqchi bo'lganlar buni ishlash kerak. Ha? Negativ ko'p biladi, ha? Ishlaymiz baribir. Tenglamani yeching. Endi bu yerda ildizlar soni nechta degan savollar bor. Shahriyor, qana ishlaymiz tenglamani? Juda ko'p tushyapti. Sertifikatga kublik daraja 4-daraja. Yaxshilab eshiting, qarang. X ning 4-chisi ayrilgan 4x ning kubi qo'shilgan 4x kvadrat qilib yozamiz. Mana bu narsa to'la kvadratga keladi bizga. Endi soddalash uchun mana minus 4x kvadrat kelishi uchun minus 8x kvadratni sherik qilamiz. Qo'shilgan 16x ayrilgan 8 teng 0 ga deymiz. Mana bu uchalasidan nima qilsa bo'ladi? X kvadratni chiqarsak, bizga x kvadrat ayrilgan 4x qo'shilgan 4 paydo bo'ladi. Ayrilgan bulardan 8 ni chiqarsam, x kvadrat ayrilgan 2x qo'shilgan 1 teng 0 bo'ladi ifodamiz. Mana bu narsa x ayrilgan 2 ning kvadratini beradi. Keyin bizga bu bo'ladi x ko'paytirilgan x ayrilgan 2 ning kvadrati ayrilgan 8 ko'paytirilgan x ayrilgan 1 ning kvadrati teng 0 bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, endi buni bunga ko'paytiramiz. X kvadrat ayrilgan 2x ning kvadrati bo'lyapti. Ayrilgan 8 ko'paytirilgan. Mana buni ochib chiqsak, buni mana bu narsa uning ichida bor-ku. Demak, buni ochib chiqamiz biz. Xo'p, x kvadrat ayrilgan 2x qo'shilgan 1 deb yozganimiz ma'qulroq ekan. Mana bu narsani biz a deb belashib kiritamiz. X kvadrat minus 2x ni teng a deb olamiz. Shunda a kvadrat minus 8 kara a minus 1 plus 1 ekan bu. Teng 0 ga. Shunda a kvadrat minus 8 a minus 8 teng 0 ga diskriminant qilamiz. Hisoblang, diskriminant 64 ayrilgan 64 qo'shilgan bo'lar ekan 4 kara 8. Necha bo'lyapti? 32 ga qo'shamiz 64 necha bo'ladi? 96. 96 bo'lsa a1,2 teng. Xo'p, 8 plus minus bundan ildiz olsak 16 kara 6 deganimi? 16 dan 4. Ildiz olsa 6 taqsim 2 teng bo'lyapti 4 plus minus 2 ildiz olsa 3. X kvadrat minus 2x teng 4 qo'shilgan yoki ayrilgan 2 ildiz olsa 3 deb ishlashni yana davom ettirasiz. Endi bu ancha osonlashib qoldi bizga. Yechim 4 ta chiqadi. Tushunarlimi? Yechim 4 ta chiqadi. Buni eslab qo'ying. Sertifikatga bunga o'xshagan savol har doim tashlayapti. Har doim bor. AP'ni solmoqchi bo'lganlar buni ishlash kerak.